O'zimizning oddiygina samimiy o'zbek mahallasiga nima yetsin? Bugungi taklifimiz aynan shunday ahil-inoq, totuv, tinch, oqibatli mahalladan bo'ladi. Mahalla desam, chekka hududni tushunib olmang. To'liq manzilni video oxirida aytib o'taman. Shunday qilib, ushbu ko'rib turgan hovlingiz sotuvga qo'yilmoqda. Umumiy 4.7 sotixdan iborat gaz, svet, suv bor. 3 xona tayyor uyi bor ekan. Xonalar ta'miri holatiga keladigan bo'lsak, endi kimgadir shu holat yetarli, ba'zilarga kamlik qiladi. Boshqalar esa butunlay buzib tashlab noldan qurishni istaydi. Siz ham o'zingizdan kelib chiqib moslab olasiz-da. Muhimi nisbatan arzon narxga uy-joyli bo'lib qolasiz. Sizga qulaylik uchun ham nisbatan hamyonbop va hammabop takliflarni alohida sahifaga joylab bormoqdamiz. Bu haqida yaqinlaringizni ham xabardor qilish esingizdan chiqmasin. Hovliga qaytamiz. Uyimizning oldi tarafidan ham, orqadan ham ariq oqib o'tgan. Yashash xonalaridan tashqari omborxona, o'tin, o't hashaklarini saqlash uchun ham joy hozirlangan. Narxini 32 ming deyishdi. Biz orqali bog'lansangiz, ozroq kelishtirib beradigan bo'lishgan. Ekrandagi raqamlarga bog'lanavering. Manzil: Farg'ona shahri, Fuzuliy ko'chasi, 36-uy. Mo'ljal: Tub bolnitsasi yaqinida.